Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Aldı bilen bizni şaqi baxtsiz qılmasdan baxtlik boluş üçün payda qılgan, baxt saadet üçün başlanışı ahirga yetkizadigan tüp-düz dağdam yol qılgan. U yolda mangan kişi tenqirab ketmaydigan, u yolga başlangan kişini izip ketmaydigan qılgan Allah Taalaga madiyalar bolsun. Öz nefs xahişidən sözləməydigan, hava həvəskä əgəşməydigan, onun yönünüşünü tərk qılğan kişi izib ketadigan Allah'ın Habibi Peygamber Aleyhisselam'a rahmet salamlar bolsun. Bugünkü dersimizin temisi bəxtlik turmuşның 53 qaidesi. Bəxtlik turmuş degen her bir kişiге hasıl bolup qalıdigan bekar iş emas. Bir kişinin bilmesdilla mağıp ketadigan yolu mu emas? Eğer undaq bolğan bolsa idi, kişiler arasında bəxtsiz, şaqi adam bolmaz idi ve xatalık sadır qılıp salsa, əpsındıgan iş bolmaydı. Həmmeylen bilimiz ki, bəxt saadetinin açıqçı təqvadarlıqdır. Bunun da hiç şek şübhi yok. Bu doğruda İmam Şafii rahimehullah mundaq deydi. Mal toplaşını bəxt saadet deb qarmayman, lekin təqvadarlıqның özü bəxt saadettir. Muşundaq bolsumu, bazı kişiler gerçi takvadar bolsumu, özünün naçar iş hareketleri ve bunun da hikmet bilen iş qilishdan yiroq bolğanligi üçün özünü baxtsiz deb qaraydı. Bundaq kişiler özünü ve özü yaxshi ko'rgan kişini bir aram qiladi. Nima üçün bir aram bolğanligi to'g'risida izlanmaydi. Lekin buningdagi keskin natija güzel turmuşqa yordam beradigan qoida ve bu yollarga ko'ngil bilmaganligi ve uni bilmaganligi uchundir. Biz Qur'on hadisdan ve ilgirki kişilerning hayot tecrübelerinden güzel turmuşning 53 qoidasini tayyorladik. Buni tafsili bayon qilamiz. Bu qoida bir soatda maydonga kelgan yoki bir kech kunduzda yakunlab chiqarilgan emas. Belki bu 40 yıllık turmuşning ve u jarayonda yuz bergan tecrübe, vaqalik, xursandlik ve xafalıqning natijasidir. Buni hammanglar yaxshi o'qib, anglab, o'zimizning kundalik turmushimizda amaliyleştirsek, buning natijasi ko'rildi. Bu 53 qoida umum tarafdan 4 bo'lakka bo'lingan. Har bir bo'lakda bir qanchalagan qoidalar bor. Bu 4 bo'lak: birincisi imoniy qoida, ikkinchisi kishilik qoida, uchinchisi boshqalar bilan muomala qilish qoidasi, to'rtinchisi umumiy tarbiya qoidasi. Birinci bo'lak imoniy qoida ve bunun birincisi ruhiyatingizga ko'ngil bo'ling. Ölüm degan ruhning badandan ayrilishidir. Baxtsizlik degan ruhning badanning ichida o'lishidir. Ruh ölmaydi, lekin u hayotlikning sababidan yiroq bo'ladi. Ruhning hayoti bo'lsa, uning har vaqt Alloh tarafiga yuzlanishidir. Beden kisel bolğandak ruhmu kisel boludu. Ruhning kiselligi farqliq ve türlük boludu. Ruhning kisel boluş sebeplerden biri insanның özüdür. Yeni bir sebebi sizning başqalarning hareketiga bolğan inkasınız. Yeni bir sebebi bedenning içinde ruhi ölgen kişiler bilen aralışıştır. Ruhmu ziraatni sug'argandak sug'urishga ehtiyojliq boludu. Ruhning hayot ekanligining ta'siri o'z sahibida namoyanda bo'ladi. Hayot ruh barliq mavjudiyatlarga hayotlik tarqitadi. Balki ruhi hayot bo'lganlarning so'rnida bir qancha minut o'ltirish ruhlarimizga hayotlikni qaytaradi. Hayot ruhlarni ko'rish biz har vaqt ko'rayotgan vaznasiyatdir. Ruhning badandan ayrilishi bilan ruhning badanning ichida o'lishining orasidagi farq bo'lsa, ruhingiz bedeninizden ayrılganda onu qaytadan bedenge qaytarishga qodir bo'lolmaysiz. Lekin ruh bedenning ichida o'lganda ruhni qo'zg'atish vositalari Allohning muvaffaq qilishi bilan ruhga hayotni qaytarishga qodir bo'laoladi. Ruhning kuch-quvvati va hayotiga sal qaraganda u bedenning ichida o'ladi. Bununla bak dikkat qilish kerak. Siz bir ishni qilishdan ilgari yoki qilgan ishni o'zingizga qaytishdan ilgari bu ishning ruhingizdagi ta'sirini o'ylaning.
Sizning ruhingiz badaningizning ichida o'lganda sizga topgan milingiz, yuz obro'yingiz va ahli avlodlaringiz manfaat yetkazolmaydi. Chunki ularning hech biri sizning o'lgan ruhingizni tirgizishga qodir bo'lolmaydi. Siz kambag'al bo'lsangizmi, kasal bo'lsangizmi yoki charchagan bo'lsangizmi, ko'nglingiz xush, baxtli yashaysiz. Chunki ruhingiz badaningizning ichida hayotdir. Ruhning hayoti degan o'xshamaydigan ayrim bir ish bo'lib, amaliyotda badanning ichida ruhi o'lgan kishilar uni tasavvur qilishga qodir bo'lmaydi. Chunki uning ma'nosini faqat sifatlash bilan bilgili bo'lmaydi. Sözümüzün tügencisi biz şairlarning şairligini tashlaydiganligini, topçu ve başka oyuncularning bunu tashlaydiganligini anladık. Ama da'vatchilarning da'vatni tashlaydiganligini anlamadik. İşçi xizmatchilarning ba'zisining dam olishga chiqadiganligini, ba'zisining xizmatdan qoldirishni talab qiladiganligini ko'rdik. Ammo biror olim ulamoning o'zining dars so'rinidan dam olishga chiqqanligini yoki o'quvchilarga ta'lim berishdan qoldirishni talab qilganligini ko'rdikmi? Yo'q. Ey Allah, sizlardan ruhlarimizning, badanimizning ichida hayot bo'lishini va badanimizdan ayrilganda baxtli bo'lishini so'raymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.